Agar bir bandaga yomonlikni iroda qilsa, vaqtini uni ziddiga qilib qo'yadi va vaqti unga og'ir bo'lib qoladi. Har doim bir ishga bel bog'laydigan bo'lsa, vaqt unga nima qilmaydi? Yordam bermaydi. Hech bo'lganmi shunaqa? Vaqt o'tib ketib qoladi-da, so'ng bir solih amal qilishga harakat qilasiz, hech vaqt tezlashib ketaveradi, ulgurmaysiz. Ya'ni bir kishi yomonlikni iroda qilgan degani o'zida ham bo'ladi bu odam. Ammo bir kishi yaxshilikni iroda qilsa, nima qilsa vaqtiga nima bo'laveradi? Baraka kiraveradi. Misol ertalab uxlamasa, ertalab uxlamasa, qarabsizki, shuncha vaqt bu yoqda ekan deydi odam. Ertalab uxlamasa-da, uxlamay ko'rsinda, shuncha baraka qolib ketyapti ekan deb. Endi odam bomdoddan keyin uxlaydi, misol. Tashqaridagilar bo'lsa, misol ish kunlari endi erta turib borish kerak, misol yakshanba kunlari dam bo'lsa, endi uxlaydi, yog'i 11 yaqin turadi. Endi vaqtda asosiy barakali qismi nima bo'lib ketdi? O'tib ketdi. Ba'zida bomdodga ham turmaydi, to'g'ri. Xuftondan 10 gulaydi, kunduzgi 10 ga. Endi tugadi degan odam. Shuning uchun odam bomdoddan ozgina ertaroq turib, bomdoddan keyin ozgina uxlamasa, o'rgansa shuni. Oz-ozdan qo'shib borish kerak. Hozir oliy himmat haqida o'qiymiz, ya'ni buni qilaman deb bir kunda yetib qolmaydi. Hozir bu boshqa tajriba qilgan odamlarning ish haqida gaplashamiz. Demak, bir kishi yomonlikni xohlasa nima qilar ekan? Vaqt bilan yordam bermas ekan. Ammo birinchi odam, ya'ni vaqtiga yordam berilgan odam, o'tirishlikni xohlasa, vaqt uni turg'izib yordam beradi. Shoshib turadi. Tushunayapsizmi? Shuning uchun ham odam o'tib ketgan vaqtiga afsus chekmaslik kerak. Yana bitta joy bor. Nimaga? Mana hozirgi vaqtiga diqqat qilishlik kerak. Agar o'tib ketgan vaqt bilan kelajakdagi ish bilan band bo'lsa, nima qilamiz? Kelajakdagi ish bilan band bo'laversa, birinchidan bugunini zoya qiladi. Tushundingizmi? Kelajakni g'amini bo'yningizga yuklang. Shunaqa. Kelajakni g'am bo'yningizga yuklasangiz, na namozda halovat topasiz, na zikr qilasiz, na kelib bir Qur'on o'qiysiz. Nimaga siz nimani o'ylayapsiz? Kelajakni o'ylayapsiz. Yo'q, hozirgi kuningiz bilan tayyorgarlik qiling. Najot topmoqchimisiz? Kim bo'ling? Taqvodor bo'ling. Oqibat siznikini bo'lishini xohlaysizmi? Kim bo'ling? Taqvodor bo'ling. Val aqibatu lil muttaqin. Oqibatdan qo'rqyapsizmi? Xavotir olyapsizmi? Nima bo'lar ekan ertaga? Nima bo'lar ekan deb o'ylayapsizmi? Jihod maydonlarida qanday bo'lar ekan deb o'ylayapsiz. Nima qiling? Bugun taqvo qiling. Ertangizga nima beriladi? Yordam beriladi. Ana shu kitob va sunnat bo'yicha yashashlik. Shuning uchun ham inson ikkita vaqt bilan shug'ullansa, mashg'ul bo'lib qolsa, o'tgan vaqti bilan, kelajakdagi vaqti bilan bugunni nima qilar ekan? Zoya qilar ekan.